Sizlar bilan men yana o'sha bugungi videomizda bolalar sizlar bilan qanaqa mod previewda ko'rganinglardek sal preview chiroyli chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin biz temir odam aynan Iron Manga aylanib ko'ramiz qanaqa bo'larkan bolalar. Bu modni ko'plardan so'ragan edi, lekin topib berish juda qiyin bo'ldi. Topdim. Buni qayerdan olishni videoning oxirida aytaman bolalar. Shunaqa narsalar bor bizda. Faqat shularni desanglar yo'q, mana bu yerlarga kirsanglar ham narsalar bor. Masalan, bu shunaqa narsasi. Marvel Project degandan mana buni menga yoqqan tarafi buni qaranglar. Buni qaranglar. Bu yovuz varianti, kim ko'rgan bo'lsa, temir odam yovuz variantiga aylanib qolgan edi. Mana yangicha varianti bolalar. Buni xususiyat yo'qmi deganlar uchun ajoyib xususiyat bor. Xo'p, olamiz. Любой narsa qilsanglar bo'ladi. Masalan, qasenda kiydirib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, bitta sakrimani bolalar. Mana hozir. Opit bolalar. Bitta shiftni bosib turib, yo'q. Menda shift emas, Minecraftda shift o'rniga rni qo'yib qo'ygan o'tirishda. Qo'yib deb bosamiz, o'zinglardek ana ochiladi. Ochilganda qaysi biriga qo'yishni o'zinglar tanlaysizlar. Masalan, menga mana shuni qo'yaman. Bitta shuni qani zombi ham. Bitta qanaqa tushunmaslik ko'rsatmoqman. Уже uni qaranglar. Mana endi tushunmayman bo'lishiga qo'yib yuboramiz. Уже yondirib yuboradi-yu. O'zini o'qlari ham bor bolalar, masalan, mana. Tos. Hozir ertalab qolishimiz kerak. Hozircha bo'lmaydi, mayli. Mode ko'p bo'lib ketib qolibdi. Asi. Endi ko'rishimiz yo'q. Baribir bo'lmadi. Videoni to'xtatib turishimga majbur qilar ekan bolalar, bilmadim. Videoni to'xtatay. Bolalar videoni to'xtatgandim, ana endi bo'ladi bizda. Bolalar hozir ertalab qilishim kerak. Mana bo'ldi bolalar. Ertalab bitdim deb bosib. Bolalar. Nima bo'lib ketdi bilmadim bolalar. Endi boshqalarni ko'rsataman bolalar. Boshqalar undan ham o'dar bolalar, sizlar bilan mana sal qotyapti. Mana bu qahramonni biladiganlar bilsa kerak. Men boshqasini bilmadim, lekin xonasidagi buni topib ko'rsatishim juda uzunmi deyman deb bolalar. Bu topdim. Bola bu emas. Mana buni bitta kiyaman. Nega nimadir bo'ldi? Bug bo'ldimi shunda? Nega bunda ishda bermayapti bilmadimmi? Ana endi ko'rsatsa kerak. Endi tayida bitta narsasi bo'lardi. Mana sizlarga hozir ko'rsataman. Bunaqa narsasi bo'ladi o'zini. Bunaqa narsasi. Alohida bunaqa ikkita narsasi bo'ladi. Mana bu yerga kelardi. Xo'p, normalni. Bunisi nimani bilmadim. Qanaqadir narsa ekan. Bunaqa narsa bo'ldi. Bitdik, nimagadir.
nimadirlar nido ketdi bolalar shunga o'rgimchak odamga menimcha menda bug bo'lyapti. Deadpool'da mana ko'ringlar bolalar, Deadpool вообще nimagandir. Nimadir bola menda bug bo'lyapti, bilmadim. Effekt yo'q. Hozir biz mana buni to'g'rilaymiz bolalar. Bolalar ana endi hammasini to'g'riladim. Hozir inventorga nimani o'chirdi deganlar uchun men sizga hozir ko'rsataman bolalar. Mana Deadpool'ni formasi. Mana mana bunisi hozir kiyamiz-da. Deadpool'ning quroli bor. Bolalar hozir bitta narsani topaman. Boyina ko'rgandikda o'shani. Mana kiyamiz. Bana bolalar. Ana endi yana bitta nimadir esdan chiqdi. Lekin menga ko'p yoqadigan narsa emasligi qolmasligi. Uni ko'rsatmam. Mana bu narsani kim biladi bolalar? Ko'p videolarda chiqqan bu. Lekin meni videomda chiqmagan. Ko'p odam bilsa kerak buni. Ovozim sal past chiqadi endi. Hozir nimadir bo'lib qoldi-da bolalar, hozir ovozim past chiqadi. Bolalar, video qisqa bo'ldi. Mod esa qayerdan olasizlar desam, meni yappa-yangi Telegram kanalimda olasizlar.